Boqallaringiz boqolmaysan, men ham boqolmayman, bitta o'ldiraman ko'ra yaxshisi. O'lgani yaxshi. Ijtimoiy tarmoqlarda bolalariga vahshiylarcha muomalada bo'layotgan bemehr onaning videoroliklari tarqaldi. Ko'ngli bo'shlar ko'rmasin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq videorolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Eri bilan urushib qolgan ayol yosh qizlarini vahshiylarcha kaltaklamoqda. Hatto hayvon ham o'z bolalariga ozor bermaydi. Bolalarini bitta o'ldiraman deb qo'rqitmoqda. Bu ayol Samarqand viloyati Payariq tumanidan deyishmoqda. Bechora bolalarni nima qilishlarini bilmasdan faqatgina yig'lab o'tirishlarini qarang. Videorolikka like bosing, kerakli tashkilotlarga ushbu rolik yetib borsin.